O'zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sahifalarida e'lon qilingan kunning eng dolzarb va muhim xabarlarining qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Bugun Tehron shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston-Eron biznes forumi ochilishida mamlakatimiz bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Islom Respublikasi birinchi vitse-prezidenti Muhammad Rizo Orif so'zga chiqdi. Bunday tadbirlar savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish, o'zaro hamkorlikning yangi qirralarini ochishga yordam berishi qayd etildi. Ta'kidlanganidek, o'zaro savdoda barqarorlik kuzatilmoqda, xususan tovar ayirboshlash miqdori 500 million dollarga yetdi. Qo'shma korxonalar soni 210 donadan oshdi. Mavjud zaxira chuqur tahlil qilinib, yangi o'sish nuqtalari belgilandi. Jami 1 milliard dollarlik loyihalar savdo kelishuvlari shakllantirildi. Hukumatimiz rahbari o'z nutqida qatnashchilar e'tiborini mamlakatimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida biznes muhitni yaxshilash, xorijiy sarmoyadorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasiga qaratdi. Ma'lumki, yo'lovchilar, ekipajlar va havo kemalarining xavfsizligini ta'minlash xalqaro reyslarning mutlaq ustuvor vazifasi hisoblanadi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, Pokiston va Hindiston chegarasi yaqinidagi havo hududidan foydalanishga qo'yilgan vaqtinchalik cheklovlar munosabati bilan parvoz jadvaliga majburiy o'zgartirishlar kiritildi. Ushbu o'zgarishlar Toshkent, Dehli, Mumbay, Lahor, Bangkok, Kuala Lumpur, Pxukent va ushbu shaharlar bilan bog'liq qaytish yo'llariga taalluqlidir. Ba'zi holatlarda uchish vaqti o'rtacha 1,5 soatga yoki undan ko'proqqa oshishi mumkin. Agar reys bekor qilinsa, yo'lovchilarga yaqin sanalarga qayta bron qilish jarimasiz yoki aviabilet summasini to'liq qaytarish imkoniyati taqdim etiladi. Toshkentdan Dehli, Mumbay, Lahorga parvozlar haqidagi ma'lumotlar parvozlar jadvali to'liq yangilanganidan so'ng qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. Aholi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Aholining sog'lig'ini muhofaza qilish, erta tashxis qo'yish orqali kasalliklarning oldini olish maqsadida Namangan viloyati Davlatobod tumani tibbiyot birlashmasi tashabbusi bilan tadbir davomida terapevt, kardiolog, nevropatolog, pediatr kabi bir qator soha mutaxassislari tomonidan fuqarolar chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik jarayonida fuqarolarga sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kasalliklarning oldini olish va zarur hollarda davolanish bo'yicha tavsiyalar berildi. Bunday tadbirlar aholi salomatligini saqlash va sog'lom avlodni tarbiyalashga xizmat qilish bilan ahamiyatli. G'azo sektoriga uyushtirilgan hujumlar oqibatida 1,5 mingga yaqin odam ko'rish qobiliyatini yo'qotgan. 4 ming kishining hayoti mintaqadagi dori-darmon, tibbiy buyum va xizmat taqchilligi tufayli xavf ostida qolgan. Anadolu yozishicha, shahar ko'z kasalxonasi direktori Abdulsalom Sabohning yozma bayonotida shu haqidagi ma'lumotga sohadagi boshqa dolzarb muammolar ham qo'shimcha qilingan. Ko'z bilan bog'liq jarrohlik amaliyotida qo'llanilgan jihoz, asbob-uskunalar yetishmasligi ta'kidlangan. Mas'ul to'r pardasi kasalligi, diabetik retinopatiya va ichki qon ketishi kabi xastaliklar uchun deyarli barcha xizmat turlari uzilganini qayd etdi. Ayni payt shifoxonadagi 1/3 marta foydalanishga mo'ljallangan jarrohlik qaychisi doimiy ravishda ishlatiladi. Bu holat bemorlar hayotini xavf ostiga qo'yib, ularning tiklanishiga to'sqinlik qilyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hukumati bilan to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini boshlash taklifi bilan chiqdi. Bu haqda Fransiya 24 nashri ma'lum qilmoqda. Tomonlar o'rtasidagi muloqot 15 may kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilishi mumkin. Putin Turkiya yetakchisi Rajab Toyyib Erdo'g'an bilan bog'lanib, muhokamalar uchun Istanbulni vositachilik maydoniga aylantirishni so'ragan. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Rossiya Federatsiyasining bu taklifini diqqat bilan ko'rib chiqishini ma'lum qildi. Shuningdek, u 12 maydan boshlab 30 kunlik shartsiz sulh e'lon qilishni taklif qildi. Ukraina tomonining pozitsiyasiga ko'ra, har qanday muloqotdan oldin harbiy harakatlarni vaqtinchalik to'xtatish zarur. Erna axborot agentligining yozishicha, Qatar qiroli oilasi AQSh prezidenti Donald Trampga Boeing 747-800 jumbo samolyotini sovg'a qiladi. Qo'shma Shtatlar yetakchisi ushbu uchoqda lavozimidan ketgandan keyin ham shaxsiy maqsadlarda foydalanishi mumkin. Mazkur samolyot taxminan 400 million dollar turadi. Qiziq jihati, Amerika Konstitutsiyasi hukumati lavozimini egallagan har qanday shaxsga Kongress roziligisiz biron bir qirol, shahzoda yoki xorijiy davlatdan sovg'a, mukofot, mansab yoki unvonni qabul qilishini taqiqlaydi. Ayni paytda Tramp Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyuradi.
Futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasining 9-turi o'z yakuniga yetdi. Mazkur turdan so'ng musobaqa jadvalidan ham yetakchilar qolgan jamoalardan ochko jamg'arishda ancha oldinga o'tib ketdi. Turning so'nggi kunida Navbahor Zabihullo O'rinboyev tomonidan penaltidan kiritilgan gol evaziga Xorazm jamoasidan 1-0 hisobida ustun kelgandi. Shuningdek, So'g'diyona 1-1 hisobida Sho'rtan bilan durang o'ynashgan bo'lsa, Mash'al Qizilqum to'qnashuvi 2-2 hisobida yakunlandi. Polshaning Varshava shahrida World Boxing tashkiloti kubogining ikkinchi bosqich bahslari boshlandi. Unda dunyoning 24 ta davlatidan kelgan 180 nafardan charm qo'lqop ustalari orasida O'zbekiston terma jamoasi ham ishtirok etmoqda. To'lqin Qilichev va bir qator tajribali murabbiylar boshchiligidagi terma jamoamiz safidan Mirazizbek Mirzahalilov, Samandar Alimov, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, G'afur Tohirov, Fazliddin Erkinboyev, Javohir Ummataliyev, Akmaljon Isroilov, Jahongir Zokirov va Xumorobonu Mamajonova kabi bokschilarimiz o'rin oldi. Shuningdek, turnirda Bekjon Yusupov hakam sifatida faoliyat olib boradigan bo'ldi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni shuningdek O'zA.uz sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.